Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bizga mana shunaqa chiroyli Xitoy xalatlaridan keldi. Oldilari zamokli, zamoklari ham tegacha bo'lgan, juda ham zo'r. Belda belbog'chalari bor. Tortib qo'ysangiz belingizga moslab. Buni dvoykasini sotganmiz, juda ham yaxshi sotuv bo'lgan dvoykalariga. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, bunimizning narxi mana 550 ming so'm. Ruchnoy oldi naqalari ruchnoy, naqalarni stoyka qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, oldilarini bunaqa ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Razmerlari 1XL dan 7XL gacha kelgan bularni. Keyin yana yangi dvoykalarimizdan kelgan. To'g'risini aytsam, men bu 2 marta kelib, повтор kelib qopda kelgan, katta qopda kelgan, tez tugab ketgan dvoykamiz. Buni oldingi safar Louis Vuittonligi va keyin Lola gulligi kelgan. Bu safar mana bunaqa Adidasligi kelgan. Bu troyka, hamma biladi, olganlar ham bor. Ichida o'zini mana bunaqa tonikachasi bor. Tonikasining yenglari uzun. Yenglarining uchi mana bunaqa manjetli. Ustidan shunaqa abayasi bor, cho'ntaklari bor. Uddilinasi ham zo'r, uzungina, bemalol hammani bo'yiga mos, juda ham chiroyli. Shimlarining yonlarida ham kantlari bor, juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Bularning narxi 850 ming so'm. Masakrada model. Keyin mana bunaqa dvoykamizdan ham kelgan. Buni ko'pchilik eslasa, yubka kofta variantini sotganmiz. Shunaqa atirgulli edi. Mana bunaqa atirgulli. Xrustallari ruchnoy tikilgan, tushib qolmaydi, bemalol kir mashinada yuvsa ham bo'ladi. Bu ham Masakrada model. Bu dvoyka shimi bilan. Cho'ntaklari ham chuqurgina, bemalol ancha dollarlarni solsangiz bo'ladi. Yana modellarimiz kelgan, ko'pchiligini qayga qo'yganini ham bilmayapman. Narxlari bilan aytib o'tdim deyman. Mana men bu boya uzun xalati kelgan, bu dvoykasi ko'rsatib o'tdim. Men bu ham dvoyka, shimli variant. Matolari вообще zo'r, vyasniy mato, qalin mato, bemalol kuz, qish kiyadigan narsa, juda ham chiroyli. Mana bunaqa Masakrada model dvoykalarimiz bor. Sportivni xohlaganlar uchun buni qora rangi ham bor, bu bordoviy rangi. Keyin mana bunaqa tigerlisi bor. Juda ham zo'r. Villur, bizlar korolevskiy villur, naturalka villurdan ko'rsating degan obunachilarimizga mana naturalka villurlari rosa ham chiroyli. Kelin poshshalar ham kiysa bo'ladigan dvoykalarimiz, bordoviy ranglari ham bor. Bu yubka koftamizda mana shu ikki xil rangi qoldi. Qolgan rasetkalarimiz tugadi. Bundan bor bordoviy yashil ranglari. Xo'p, ichkariga ham kirib o'taman. Yubka koftalarimiz. Mana o'zim ham kiyganman bundan, juda ham zo'r, plashovka aralashgan model. Choko rangli. Mana buni qorasi, xermis model. Bular ko'rsatayotganim hammasi yubka koftali. Kuchli, bular esa naryadni kiyadigan, kelin sarpalarga, to'ylarga olsangiz bo'ladi. Bu ham yubka kofta, buni chokosi и bordovisi kelgan. Qorasi ham bor. Hamma bor qorasi ham. Bular yubka kofta trikotajniy mato. Mana men dangasa qizlarim dazmol qilmay osib qo'yibdi, presdan kelgan holatda turibdi. Bular esa naturalka villur matoligi, juda ham chiroyli yubkalari klyoshni. Bular ham shu qora choko ranglari. Xo'p, mana bunaqa kardiganlarimiz bor, kelgan razmerlari bilan. Adidas xalatlarimiz, tugmachali Jazlayn Turkiya xalatlarimiz, Bagizadan kelgan mana asal ko'ylagimiz, juda ham chiroyli, Turkiya Bagiza brendiniki. Mana narxi 780 ming so'm, juda ham chiroyli. Novi model. Mana bunaqa pombaxlarimizdan bor. Mana obunachilarimiz to'ylar uchun maza qilib kiysangiz bo'ladi. Buni Dubay modeli ham bor, Bishkek modeli ham bor. Mana ko'rib o'tasizlar, gullarini qarang, rosa chiroyli. Rosa ham asal, bir-biridan asal, zavatskiy ranglari bor mana bunaqa. Juda ham bir-biridan chiroyli, bordoviy rangi ham bor, zavatskiy ranglari ham bor. Bularning narxini aytib o'taman, 680 ming so'm pombax. Naturalka pombax matosi, juda ham chiroyli, 680 ming so'm. Xo'p, abayalarimiz bor, ranglari bilan hojionalarimizga ayuri deysizmi? Mana bunaqa korolevskiy villurli abayalarimiz bor. Bunaqa yoshlar uchun juda ham chiroyli ko'ylaklarimiz bor. Mana bunaqa kurjuvali modellarimizdan bor. Mana bunaqa trikotajniy ko'ylaklarimiz bor. Endi imkon darajasida nimalar kelgani, ko'pchilik yangiliklarni bilolmay qolamiz. Chunki bizani bular
bularni kiyib ko'rsatadigan model qizimizning mazasi yo'q. Gripp bo'lib qoldi, hamma biladi. Hozirgi kunda juda ham gripp kuchli tarqalgan. O'shaning uchun shamollab qoldi. Endi bu yerga har xil odam keladi. O'shaning uchun ko'p odamlar bilan muloqotda bo'lgan. Mana уже bir haftacha bo'lib qoldi. Qizimiz mazasi yo'q, kelmagan. Bularimiz 750 ming so'mdan Cupra matosi. Juda ham chiroyli, juda ham zo'r matolarini ko'ryapsizlar. Cupra matodan har xil rasvetkalari bor. Qora deysizmi, anaqa balotovый rang deysizmi, izmurud rang deysizmi, garchishniy rang deysizmi, cho'kko rang deysizmi bor. Mana bunaqa pombar ko'ylaklarimizdan повтор kelgan rasvetkalari bilan bor. Narxi skidkada 395 ming so'm. Xo'p, mana bunaqa turetskiy xibli xalatlarimizdan bor. Bularning narxi 350 ming so'm. Buni qalin varianti keldi. O'sha kuni bir sotuvchi qizimiz bilan video qildik. Ko'rgan bo'lsalaringiz, cho'kko, qora va mana shunaqa ochiq korishniy ranglaridan kelgan. Bularning narxi 380 ming so'm. Matosi velvet matosi maza qilib keladi. Hech narsa qilmaydi, patlari yotib qolmaydi. Issiqqina bu yog'iga. Xo'p, endi bu tarafni ko'rsatib o'taman. Bu yoqda mana Pekin ko'ylaklarimiz bor. Juda ham zo'r, kachifasi ham maza qilib kiysangiz bo'ladi. Narxlari 640 ming so'm ekan. Mana bunaqa tigr aralashgan ko'ylak bor. Bardoviy. Endi mana bu вообще chiroyli ko'ylak. Bunaqa ko'ylaklarimiz ham bor ekan. Iloji boricha sizlarga narxlari bilan obzor qilishga harakat qildim, ko'rgan bilganlarimni. Agar birontasi yana kerak bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin. Mana bunaqa 350 mingdan juda ham oldi zamokli chiroyli platnik ko'ylagimiz bor. Mana bunaqa ko'ylaklarimiz bor. Xo'p. Bu yoqda ozgina yupqa variantlar, keyin jinsilarimiz ham bor. Bemalol kelishingiz mumkin. Endi bu tarafga o'tadigan bo'lsam, polni kurtka. To'g'risini esa buni ichida o'zim ham adashib qolaman. Mana bunaqali bor. Nimchalar, kurtkalar bemalol kelishlaringiz mumkin. Nima desam ekan, bu do'konda ishib hamma ko'ylak bor. Topsalaringiz bo'ladi. O'zingizga nima kerak bo'lsa, bitta emas, sizlar uchun alohida yana bir do'kon qildik. Mana hozir qarab beramiz. Turkiya do'kon ham qildik. Xudo xolasa, u yerda Turkiya ko'ylaklarimiz asosan bo'ladi. Xo'p. Mana bu yoqlarda ham dvoykalar, troykalar. Bu asosan troykalar, bu yerdagilar troykalarimiz. Двухсторонка troykalar bor, har xil troykalarimiz bor. 850 mingdan ko'pchiligining narxi bu yerda aytib o'taman, bilganimcha. Yana ham kimga qaysi kerak bo'lsa, so'rab olishlaringiz mumkin. Bu yoqda angorkalilarimiz bor, palto uzunligi bor, kaltasi bor. Kaltalarimiz 250, uzunlarimiz 395 ming. Biri 10liklarimiz 345 ming so'm, adashmasam shunaqa. Shunaqa baza deysizmi, ro'mol deysizmi, hammasidan bor. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Keyin mana bu do'ykamizni уже final kelib tugab ketgandi. Mana повтор kelgan, juda ham chiroyli. Длинasi ham zo'r, razmeri standart. Juda ham chiroyli do'yka, narxi 280 ming so'm. Do'konimiz ochiq, ertalab soat 9 dan kechki 10 gacha ishlaydi. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Endi obzorlar xudo xolasa bo'lib qoladi. Qizimiz sog'ayib kelsin. Boshqa qizlarni videoga chiqarishga to'g'risini aytsam, qizim xafa bo'lib qoladi, Guli qizimiz. Mendan boshqa hech kim Muslima shopga chiqmaydi deydi. O'shaning uchun ham mayli deb kutyapmiz. Sog'ayib kelsin, xudo xolasa. O'zi bugun kelmoqchi edi, yo'q qizim kelmagin, muhimi sog'lig'i yaxshilab tuzalib olgin deb keltirmadim. Xudo xolasa ertadan kelib qoladi. Gulini sog'lig'ini tilab bir xojonalarimiz duo qilib qo'ysa, xudo xolasam yaxshi bo'lib, sog'ayib kelib sizlarga chiroyli obzorlarni olib bersa. Hammaga sog'lik, salomatlik.